Do'stlar, bugun sizlarga Amerikadagi kollejlarda ta'lim tizimi qanday va bu yerdagi vibe haqida sizlarga ajoyib video tayyorladik. Videoni oxirigacha ko'ring, o'zlaringiz uchun foydali ma'lumotlar olasiz. Xo'p, avtomatik ochilar ekan, hech qanaqa qorovuli yo'q, hech kim formasini so'ramayapti. Xo'p, Amerikadagi ta'lim tizimining eng yaxshi joyi shu ekanki, bu yerda qat'iy belgilangan forma yo'q. Xohlagan inson xohlagan kiyimida kelishi mumkin. Mana bizni bratishka ham shorti bilan darsga bemalol kelib, darslarga qatnashishi mumkin. Bu sport zal. Qachok bo'lishni xohlagan har bir talaba kelib o'zini mana shu yerda mushaklarini shishirib olishi mumkin. Bularda mana shunaqa kutubxonasi bor. Kitobni tanlab olasiz va pastga tushib kitobingizni o'qishingiz mumkin bu yerda. Vau, bu yerda multfilmlar ham bor. Xohlasangiz mana bu yerda kompyuterlari bor edi. Qayerdadir o'sha kompyuterlarida o'rganish uchun multfilmlar ko'rib o'rganishingiz mumkin. Bu ovqatlanish joyi. Yo'lda o'zingizga yoqqan ovqatlarni buyurtma qilasiz yoki o'zingiz bilan ovqat olib kelsangiz, mana shunaqa mikromarnirovkalarda ovqatingizni qizdirib yeyishingiz mumkin. Va bunday maykada ham kelib darslarga qatnashishingiz mumkin.